Bugungi kunda EuroTBM kompaniyasi tomonidan shahar shifoxonasi ortida bo'lgan maxsus laboratoriya qurish ishlari uchun 250 va 350 markadan iborat bo'lgan beton mahsulotlarini yetkazib berdik. Bugungi kungacha 500 kubdan ziyod beton tovarlarini bergan bo'lsak, keling tovarlarimiz sifatini ushbu obyekt ish yurituvchilarining fikrini so'raymiz. Sardor aka, mana sizni qurilishda ish yurituvchi bo'lib ishlaysiz. Assalomu alaykum. Mana EuroTBM kompaniyasi haqida qanaqa fikr bildirasiz? Beton mahsulotlari sifati, o'z vaqtida kelishi, servis xizmatlari bo'yicha o'z fikringizni bildirsangiz. Betoni yaxshi, mahsulotlari yaxshi, vaqtida keladi, sifatli, bloylarimiz sifatli, ish jarayonimiz to'xtab qolgani yo'q, vaqtida kelyapti, xodimlari ham yaxshi ishlaydi, doim aloqadamiz. Kimdir yana bizga o'xshab quruvchilar bo'lsa, tavsiya qilaman. Rahmat. Bir qiyinchilik, muammo yo'q. Rahmat. Betonlaringiz ham yo'q, sifatli. Rahmat. Ishlaringizga omad. Rahmat aka.